Assalomu alaykum. Uyga tunikafon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek kamina usta Shohruxbek. Bugun 14-noyabr 2025-yil. Biz navbatdagi xonadonimizni tunikafon ishini Andijon viloyati Neftpromda juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazdik. Har doimgidek men sizlarga hozir mana shu xonadonimizni to'liqligicha video obzorini qilib beraman va video oxirida bu xonadonimizni nech pulga qilib berganimizni ham albatta aytib o'taman. Siz bitta like tugmachasini gumburlatib bosib qo'ying. Men esa video obzorimizni boshladim. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam video obzorimizni boshladik. Bu xonadonimizni taxminan 1 yil avval mana bu tomonini tunikafon qilib bergan edik. Ishimiz xonadon egasiga yoqqanligi sababli mana bu tomonga ham yangi qurilish qilganligi uchun bu tomonni ham aynan o'zimiz kelib mana shunaqa go'zal holatda tunikafon qilib bermoqdamiz. Xudo xohlasa biz har bitta ishni chiroyli darajada qilib berishga 100% harakat qilmoqdamiz. Shuning uchun hech ikkilanmasdan ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning va bizga buyurtma qiling. Ishingizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda bitirib beramiz. Hurmatli obunachilar, bu tashqari shapkamizning ko'rinishi, tashqari shapkamizni boshdan oxirigacha oldi qoch 2 qavatli peshana 90 gradus va navo karnisi qilib bitirib berdik. Bu yerda bizni darvozaxonamiz ham mavjud. Darvozaxonamiz mana shunaqa go'zal holatda va hashamdor ko'rinishda bo'lib chiqdi. Ayniqsa darvozaxonamiz 360 ga 360, ya'ni 4 burchak bo'lganligi uchun 4 burchak joyiga mana bu yumaloq kosmosimiz hamda mana bu atrofidagi MDFli fasonimiz mana shunaqa go'zal holatda bo'lib chiqdi. Qaranglar do'stlar, juda ham zo'r holatda bo'lib turmoqda. Mana bu MDFimizni 1 metrini 70 ming so'mdan o'rnatib bermoqdamiz. Kosmosimizni bir donasini $200 ustanovkalari bilan birgalikda qilib bermoqdamiz. Alohida sotib olish imkoniyati ham bor. Ekrandagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, kosmoslarni alohida sotib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Ishimizni tekizligiga va sifatiga alohida e'tibor berib qo'yasiz. Hosilaga ishimizni burchaklarini ham ko'rsatib o'taman. Mana bu burchakni agar xotirangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa eslab qoling. Bu tomondagi burchakka o'tsak ham, xudo xohlasa, bu tomondagi burchagimiz bilan bu tomondagi burchagimiz bir xil ko'rinishda, cho'pka holatda bo'lib chiqdi, hurmatli obunachilar. Tarnovlarni xonadon egalari avval mokri svetda o'rnatib qo'yishgan ekan. Mokri tarnovga mokri karnizimiz podsvet holatda, zo'r holatda bo'lib chiqdi. Agar siz ham tom yoptirayotgan bo'lsangiz, iloji bo'lsa mana shunaqa mokri yoki tabingizga qarab karishni svetda tarnov qo'yib qo'yishni maslahat bergan bo'lar edim. Keyinchalik tarnovda almashtirishga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda bizni perxoshkamiz mavjud, ya'ni uyimizni orqa qismiga o'tib ketadigan perxoshkamizni biz mana shunaqa avalnik kosmosdan qo'yib, chekalarini high-tech fasonda yumaloq karnizlaridan o'rnatib berdik. O'rtasini esa albatta har doimgidek shaxmat ko'rinishda qilib berganmiz. Ishimizni tekizligiga va sifatiga alohida e'tibor berib qo'ying. Xudo xohlasa har bitta detal chiroyli holatda chiqarib berilmoqda. Har bitta xonadonni qo'ldan kelgancha mana shunaqa sifatli ko'rinishda bitirib bermoqdamiz, hurmatli obunachilar. Burchaklari juda ham zo'r holatda, shapkamizni eni ensizroq, bu tomoni eni elliroq bo'lishiga qaramasdan burchaklarimiz mana shunaqa zo'r holatda bo'lib chiqdi. Bu xonadonimizni mana bu tomonlarni ham to'liqligicha tunikafon qilib berdik va mana bu profnasillarni ham o'zimiz olib kelib mana shunaqa chiroyli holatda o'rab berdik, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Endi bu tomonga o'tadigan bo'lsak, xonadonimizni yonbosh qismlari ham to'liqligicha profnasil bilan o'rab berilgan. Men hozir aytadigan narxning ichida albatta mana bu profnasillari, mana bu chekasidagi shifrda o'rab bergan tunikalarimiz ham mavjud bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu tomonda ham hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r holatda, chiroyli holatda, ertadan keyin travertin qiladigan bo'lsa ham mana shu joy ham alohida ajralib chiroyli holatda bo'lib turadi. Agar bu yerda yopmaganimizda juda ham xunuk bo'lib, mana bu qilingan remontni to'sib qo'yardi. Ha, aytgancha do'stlar, mana bu devorimizning tepasiga mana bunaqa parapet qilib berganmiz, 3 burchak shaklda. Mana bu tomonni aytib o'tganimdek, taxminan 1 yil avval mana shunaqa zo'r holatda tunikafon qilib bergan edik. Ko'rishingiz mumkin. Shapkamiz 170 cm atrofida chiqqan. Shuning uchun bu yerga 2 qavatli fasonimizdan foydalangan holda mana shunaqa chiroyli fasonda tunikafon qilib bergan edik. Ko'rib baho bering. Juda ham zo'r holatda. Agar sizning ham shapkangiz uzun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni eni juda ham uzun bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu fasonda tavsiya beraman. Remontdan keyin ishoninglar, bizning qilib bergan tunikafon ishimiz ham cho'tka holatda bo'lib turadi. Bilasizlar do'stlar, men
har kuni deyarli YouTube kanalimizga video rolik joylamoqdaman. Albatta o'zimiz qilgan tunuka ishlarimizni, video roliklarini buni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, biz yangi video qo'yganimizda sizga videolarimiz birinchilardan bo'lib yetib borishligi mumkin bo'ladi. Bu xonadonimizning endi kulminatsion vaziyati. Bu xonadonimizni jami bo'lib profnasili, tunuka foni, ikkita kosmosi, MDF, xullas hamma yo'g'i ichida $3100 atrofiga barcha xarajati ichida bitkazib berdik. Hurmatli obunachilar, biz aytgan narx ichida mana bu kosmoslari ham mavjud, mana bu MDFlari ham mavjud. O'zi aslida bular alohida hisoblanadi. Undan tashqari profnasillari ham mana shu narxda ichida bo'ldi. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunuka fon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning va Andijon tunuka fon kanalimizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan har doimda usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.